Endi viloyatdan kelgan haydovchilar Toshkentda taksichilik qila olmaydimi? Bu qaror haqida eshitmagan odam qolmadi. Keling sizga rivojlangan Janubiy Koreyada ham sodir bo'lgan shu kabi tortishuvlar haqida aytib beraman. 2000-yillarda Koreyadagi avtomobil raqamlari mashina qaysi provinsiyaga tegishli ekanini aks ettirib turgan. Masalan, Seul, Pusan, Tegu deb yozib qo'yilgan. O'z hududimda mijozlar kam deb Seul kabi kattaroq shaharlarga kira qilish uchun borgan haydovchilar raqamlaridan yaqqol ajralib turgan. 2005-yilgacha Seulda provinsiyalik taksichilar sezilarli ko'paygan. Bu narxlarning pasayishiga ham olib kelgan. Poytaxtlik yo'lovchilar boshqa hudud raqamini ko'rib, taksi xizmatidan foydalanishni istamagan, past nazar bilan qaragan bo'lsa, haydovchi va taksi shirkatlari keskin qarshilik ko'rsatishadi. O'zaro janjallar, jismoniy bosimlar yuzaga keladi va hatto hukumat binolari oldida haftalab norozilik namoyishlari tashkil etilgan ekan. Bu rostmana mintaqaviy diskriminatsiya edi. O'zi shundoq ham bir xalqning Shimoliy va Janubiy Koreya sifatida bo'linib ketgani yetmagan edik. Endi mahalliychilik, hududlarning alohida birikib harakatlanish xavfi ham paydo bo'lgandi. Muammoni yechish maqsadida Koreya transport vazirligi 2006-yil avtomobil raqamlaridagi hududiy mansublikni olib tashlashga qaror qiladi. Lekin boshqa shaharlarda taksichilik qilish uchun litsenziya olish tartibi saqlanib qoladi. Siz qanday fikrdasiz? O'zbekistonda ham viloyat shaharlarni ajratib turuvchi 01, 60, 75 kabi raqamlarni bekor qilgan foydalimi yoki shunday qoldirilgani yaxshimi?